Azizlar, biz yana bitta video ulashamizni boya aytgan edik, jonli efirimizda qarangizlar, aka-ukalar. Mana bu ishlarda homiyliklar tomonidan qilingan, albatta hokimiyatimizda birinchi zami Jamshid aka Pardayev tomonidan qilingan. Opamizda uy mana shunday holatda, hozirgi yashash sharoiti, yana mana uyda tagida fundamentlari yo'q. Mana deraza ham shu hokimiyat tomonidan qilib berilgan. Mana undan keyin yashash sharoiti mana shu ikki xona uyda yashaydi albatta. Agar uylariga yordam beraman degan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bo'lsa, manaki holati bu. Uyda fundamenti yo'q umuman. Ko'rganlaringizdek. Yordam beraman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol yordam berish mumkin. Biz karta raqamlarni qo'yib o'tib ketamiz. Hozirgi paytda aka-uka, opa-singillar, men yana bir narsani ko'rsatib o'taman. Homiylik bilan yana bir ish bo'ldi albatta. Shifer kelindi. Shifer kelindi mana aka-ukalar. Ohab akamizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Ya'ni eski juma, Pazdarg'om tumani eski jumaga, ya'ni jumaga kirib kelishdi. Eski jumada albatta taxta bozor hammalariniz bilasizlar. Mana shu taxta shifer kelindi albatta. Mana shu opamiz uchun. Uyda holati mana shu, yashash sharoiti mana shu, qisqasi mana shunday ko'rsatib o'taylik albatta. Opamizni yaqinda xalqimizni yordami bilan davolatib chiqdik va Ohab akamizdan Alloh rozi bo'lsin. Mana shu 35 dona shifer berdi. Albatta bepul biznima. Mana shu savdosi Alloh taolo baraka bersin. Va biz finalda qildik albatta. Opamiz keldi uylarida, mana shu uyda ikki xona uyi bor albatta. Uni ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Может yordam qilaman degan aka-ukalarimiz chiqar. 7 yil oldin turmush o'rtog'i olamdan o'tgan. Hozirgi paytda 2 nafar farzandi bilan yashaydi mana shu bitta xonasi. Mana bu yana bitta xonasi aka-ukalar. Mana shu xonada yashaydi. Ko'rganlaringizdek, yordam qilaman. Uylarga hatyabi mana bu nima deydi, remont, bu narsalarni olib beraman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol yordam qilish mumkin. Karta raqamini qo'yib o'tib ketamiz. Sog' bo'lamiz, salomat bo'lamiz aka-ukalar.